Hayırlı günler, assalomu alaykum, hurmatli millatdoshlar, hurmatli yoshlarimiz. Bir qizg'anishqa bizning Qozonda tatar tili yoshlar unutib borashaq, mana unutib boralar. Bir ko'p tatarlar bilan yashab turan Qozondagi aytadilar tatarcha anglayım, ammo ayta olmayım. Mana shunday g'ajab bir fakt deb aytgandi. Hozir shu faktga kirdi endi ol. Hurmatli millatdoshlar, hurmatli yosh o'smirlarimiz, tatar tilini unutmaylik. Chunki tatar tili bundan bunga kelgan. Mintimir Sharipov aytgan, milliy his, tilaysingmi, tilamaysingmi, ona suti bilan kirib qonimizda yashay. Chunki milliy his, tilaysingmi, tilamaysingmi, ona suti bilan kirib qonimizda yashay. Ota bobolarimizning vasiyati omonati bo'lib yashayo. Bu omonatni tiyishli iyasini balalarimizga, aniqlarimizga, yosh bugunga, umuman kelishagimizga biz topshirishga tiyishmiz. Omonatga xiyonat etmaylik, qadrli millatdoshlarimiz. Bir bobolarimizning vasiyatini xiyonat etmaylik. Tatar tilimizni, ona tilimizni unutmaylik. Chunki tilsiz, dinsiz kishi u millatsizda bo'lar. Tatarlarda shunday maqol bor. Til yo'qolsa, millatda yo'qolar. Shunga ko'ra tilimizni yo'qoltmaylik. Aniqlarimiz bilan, bolalarimiz bilan, tug'onlarimiz bilan tatarcha so'ylashik. Do'stlar anglamay, men baribir tatarcha yozam. Modaga to'g'ri kelmay, men baribir tatarcha kiyinam. Harakatlarim tatarcha bo'lmasa-da, men baribir tatarcha beyim. Besh turli til bilan ham baribir tatarcha so'zlayman. Ishim boshqa tilda bo'lsa-da, men baribir tatarcha ishlayman. 100 kishi tinglasa-da, men baribir tatarcha jırlayım. Bu harflarni ertaga yo'q etsalarda, men baribir tatarcha o'ylayman. Men tatarcha so'ylasham. Men tatarcha so'ylasham. Men tatarcha So'ylasham. Nishlabsiz biz tatarcha so'ylasha olmaymiz bir-birisi bilan. Nishlabsiz biz ikkinchi til bilan qo'llanib so'ylashamiz. Bir-birisi bilan bo'lsa-da tatarcha so'ylashik. İki tatar bo'lsa-da, iki tatar tatarcha so'ylashsin. Tatar tilini unutmaylik. Ona tilimizni unutmaylik. Mana shunday motor binoga kelib teatrga, onu qarashtirga, yangi spektakllarni tatar tilida qaraga bizga Alloh taolo nasib etdi. Shunga ko'ra 2025-yilda tatar tili unutmashag'ina ko'tarik, bir-birisi bilan tatarcha so'ylashik. Hurmatli millatdoshlarim, yosh o'smirlarimiz.